Bu bemorimiz bizga murojaat qilishlaridan asosiy sababi yuqorgi tishlari orqada joylashgani, tishlaganda pastki tishlari oldinda turgani bilan ota-onasi bizga olib kelishgan edi. Diagnostik tahlillardan keyin biz mana shunaqa fotoprotokollardan qilib, rasmlarni olib, tekshirib ko'rish natijasida shuni bildikki, bu bemorimizni yuqorgi frontal tishlari, ya'ni yuqorgi markaziy tishlari normaga nisbatan ozgina orqada o'sishda orqada qolayotganini aniqladik. Shuning uchun biz bu bemorni yuqorgi tishlarini oldinga chiqarib berishga harakat qildik va shu maqsadda ularga hamma biladigan yechilib taqiladigan oddiy plastinkali apparatdan foydalandik. Mana shu plastinkali apparat yordamida ham yaxshi natijalarga erishish mumkin. Buni isbot tariqasida mana shu bemorda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz sizlar bilan navbatdagi 9 yoshli bemorimizni tishlarini qanday qilib to'g'rilab berganimiz haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Tabassumini ko'radigan bo'lsak, tabassum qilganlarida, kulganlarida tepadagi tishlarini pastki tishlarga nisbatan orqada joylashganini ko'rishimiz mumkin. Yon sohasidan ham xuddi shunday, mana bu holatda ham xuddi shu narsani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tepa tishlarimiz pastki tishlarga nisbatan orqada joylashgan. Bunda yechim tariqasida biz yuqorgi jag'ni markaziy tishlarini oldinga chiqarish uchun maxsus plastinkali apparatimizdan foydalandik. Mana shu apparatimizning ko'rinishi. Bu apparatimizning asosiy ishlash mexanizmi vintga asoslangan, ya'ni buni mexanik elementi bor. Biz uni har safar aktiv holatga keltirganimizda tishlarimizni surib beradi ma'lum bir masofaga. Shuning uchun ham bu apparatimizning asosiy maqsadi yuqoridagi mana bu oldinda turgan tishlarimizni tashqariga chiqarishdan iborat edi. Ma'lumki biz tishlaganimizda bemorimizni tishlaganlarida tepadagi tishlari ichkarida joylashgan edi. Shuning uchun bizning asosiy maqsadimiz tepa tishlarni oldinga chiqarish. Buni vazifasini bizni vintimiz amalga oshirib beradi. Bundan birgalikda biz prikuslarni ozgina balandroq qilib ko'tarishimiz kerak edi. Shu sababdan chaynov yuzasiga biz plastmassadan prikus balandliklarini ko'tarish uchun qo'shib berganmiz. Mana bu oq rangda ko'rib turganimiz bu plastmassamiz chaynov yuzasida joylashgan. Bemorimiz bu apparatni 24 soat davomida taqadi. Ovqatlanganda ham shu apparat bilan birga ovqatlanish kerak bo'ladi. Faqatgina qachon yechiladi? Qachonki ovqatlanib bo'lgandan so'ng apparat yechiladi. Bu apparatni bemalol bemorni o'zi yechib, tishlarini yaxshilab yuvib, apparatni o'zini ham yaxshilab yuvib, tozalab, keyin yana qaytadan qo'yish imkoniyatiga ega. Qaytadan o'rnatgandan so'ng yana bu aktiv holatga keladi. Ya'ni mana shu vintimiz tishlarimizni tashqariga chiqarishga yordam beradi. Mana shu apparat yordamida biz ularni yuqorgi frontal tishlarini, ya'ni yuqorgi markaziy tishlarini tashqariga chiqarib berganmiz. Endi natijani ko'ramiz. Qay darajada bu natija berdi. Mana bu erishilgan natijamiz ko'rishimiz mumkin. Tepadagi tishlarimiz pastki tishlarimizni oldiga o'tdi. Mana shu natijani qo'lga kiritganimizdan so'ng bu apparatni yechib olishimiz mumkin. Mana shu holatlardagina biz apparatni retension davr, ya'ni ushlab turish davrisini foydalanmasligimiz mumkin. Sababi bizda bu yoqda ushlab qolish uchun pastki tishlarimiz bor. Shu sababdan biz yuqorgi tishlarni oldinga chiqarib olganimizdan so'ng apparatni darrov yechib olish imkoniyatiga egamiz. Sababi pastki tishlarimiz yuqoridagi tishlarning orqaga ketib qolishini oldini oladi. Bu bemorda ham xuddi shunday holat bo'lgan. Mana shu holatga erishganimizdan so'ng apparatni darrov yechib olganmiz bir kunda o'zida. Unda hech qanday ushlab turuvchi davr bo'lmagan. Yon tomondan ko'rinishini baho berishimiz mumkin. Tishlarning holati, tepa tishlarimizni qanaqa holatda joylashganini ko'rish mumkin. Tepa tishlarimiz to'liqligicha tashqariga chiqqan. Mana bu joyda ham xuddi shunday natijaga erishganimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu apparat yechib turgandagi holati tishlarning tashqariga qanaqa darajada chiqqanini ko'rish mumkin. Bu apparat bilan birgalikda. Mana shu joyda apparatimizda o'zini maxsus strelkasi bo'ladi. Mana shu strelka yordamida strelka qayerga qarab turgan bo'lsa, ko'rsatkich o'sha tomonga biz kalitni burashimiz kerak bo'ladi. Mana sşu holatda bu masofa orasi ochilib boradi. Ya'ni mana shu vintimizning orasi ochilib boradi. Bu vintimiz mana shu taxminan 6-7 millimetrgacha ochilgan. O'shani hisobiga biz tepadagi tishlarimizni hammasini tashqariga chiqarib olganmiz. Va mana shu natijaga erishganmiz. Bemorimizning tabassumidagi holatini ko'rishimiz mumkin. Mana shunday holatga o'zgargan. Hozir oldingi holati bilan keyingi holatini ham taqqoslab ko'ramiz rasmda. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Oldingi holati bilan lablarining holati, tishlab turganda qanaqa holatda bo'lgan. Mana bu hozirgi holati mana.
Yon tomondan ham baho beramiz. Mana oldingi holati bilan hozirgi holatiga baho bersak bo'ladi, qanaqa darajada o'zgarganini. Oddiygina mana shunday apparatlar yordamida ham yaxshi natijalarga erishish mumkin. Faqat farzandimizni vaqtida ortodont ko'rigiga olib kelsak. Biz undagi muammoni vaqtida aniqlab turib, unga yechim topa olsak, uni davolash anchagina oson bo'ladi, oson kechadi. Mablag' tomonidan ham arzonga tushadi, bola unchalik ko'p qiynalmaydi, apparatni taqish ham unaqa ko'p vaqt talab qilmaydi. Agar mabodo biz buni vaqtida anglamaganimizda, ota-onasi bizga vaqtida olib kelmaganda qanday muammolar kutishi mumkin edi? Bu narsa ko'pincha pastki jag'ni normaga nisbatan ko'proq o'sishiga, pastki jag'ni hajmini kattalashishiga sabab bo'ladi. Sababi pastki jag'imiz 18 yoshgacha o'sadi. Bizni yuqori jag'imiz ko'pincha 14-13 yoshgacha o'sadi, o'shandan keyin o'sish to'xtaydi. Shu sababdan pastki jag'ni o'sishi ko'p bo'lgani uchun muddati pastki jag' agar pastki tishlarimiz yuqorgi tishlarga nisbatan oldinda joylashsa, bu kelajakda uni pastki jag'ini ko'proq o'sib ketishiga sabab bo'ladi. Bu narsa uni o'ziga bo'lgan ishonchini kamayishiga, tashqi ko'rinishini o'zgarishiga, atrofdagilarni munosabatini o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin edi. Bunday holatlarda vaqtidan agar aniqlab turib uni yechimini topa olsak, kelajakdagi katta muammoni bartaraf qilgan bo'lar edik. Agar shu holat o'tib ketgan bo'lsa, unda pastki jag'i katta holatga o'sib ketganida, hajmi o'zgarib, razmeri kattalashib ketganda, unda bu narsani yechimi faqatgina jarrohlik yo'li bilan amalga oshirishga to'g'ri kelardi. Ya'ni buni faqatgina operatsiya yo'li bilan to'g'irlashga to'g'ri kelar edi. Shu narsani oldini olish maqsadida ham biz bu bemorni tishlarini to'g'irlab berdik. Bu narsa bemorning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirdi, tabassum qilishini, kulishini yana ham osonlashtirib berdi. Ya'ni u atrofdagilardan uyalmaslikni boshladi. Shuning uchun ham tishlarning tekisligi, tabassumni chiroyli bo'lishi insonning o'ziga bo'lgan ishonchini yana bir pog'onaga oshiradi. Agar sizda ham yoki sizni farzandingizda ham shunday muammolar borligini sezsangiz, bizdagi yozilgan quyidagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Bu muammoga birgalikda yechim topishga harakat qilamiz. Ko'rishguncha xayr.